Boy otamning 5-darsi shunday edi. Boylar pulni o'zlari yaratadilar. Ko'pchilik odamlar pul faqat qattiq mehnat qilib topiladi deb o'ylaydi. Lekin haqiqiy boylik bu bizning ongimizda, ya'ni moliyaviy intellektimizda yashirin. Moliyaviy intellekt qanchalik yuqori bo'lsa, inson shunchalik ko'p pulni yo'q joydan yarata oladi. Aksariyat odamlar moliyaviy sohada juda ehtiyotkor, ular tavakkal qilishdan qochishadi. Ular yaxshisi pulimni bankka qo'yaman va xotirjam uxlayman deyishadi. Lekin bugungi tez o'zgaruvchan dunyoda eng katta xavf bu tavakkal qilmaslikning o'zi. Boy otam menga shunday tushuntirgan edi. Agar sen faqat maoshingni yig'ib bo'ymoqchi bo'lsang, bu juda uzoq va zerikarli jarayon bo'ladi. Boylar esa imkoniyatlarni ko'radi, ularni o'rganadi va o'sha imkoniyatlarni pulga aylantiradi. Robert Kiyosaki bunga o'z hayotidan oddiy misol keltiradi. 90-yillarda iqtisodiyot inqirozga uchraganda ko'pchilik odamlar vahimaga tushib, uylarni arzon narxda sota boshladi. Ular faqat muammoni ko'rishdi. Kiyosaki esa bu yerda imkoniyatni ko'rdi. U juda arzon narxda sotilayotgan uylarni qarzga va investitsiyalar hisobiga sotib oldi. Bozordagi narxlar qayta tiklangach, u bu uylarni katta foyda bilan sotdi va bir necha yil ichida millionlab dollar ishladi. U bu pulni peshona teri bilan emas, balki o'z aqli bilan yaratdi. Xo'sh, moliyaviy intellekt o'zi nimadan iborat? U 4 ta asosiy ustunga tayanadi. Birinchisi bu buxgalteriya, ya'ni raqamlarni o'qish va tushunish qobiliyati. Ikkinchisi bu investitsiya, ya'ni pulni pulga aylantirish san'ati. Uchinchisi bu bozorni tushunish, ya'ni talab va taklif qonuniyatlarini bilish. Va to'rtinchisi bu qonunlar, ya'ni soliq imtiyozlari haqidagi bilimlar. Agar sizda shu 4 ta bilim bo'lsa, siz har qanday vaziyatda, hatto inqiroz davrida ham pul topa olasiz. Pul bu shunchaki g'oya. Agar boy bo'lishni istasangiz, o'z moliyaviy bilimlaringizni oshiring va qo'rquvni yengib, dadil qadamlar tashlang. Sizchi, faqat oylik maoshingizga ishonib yashayapsizmi yoki yangi imkoniyatlarni qidiryapsizmi? Keyingi qismda biz navbatdagi muhim qoida, ya'ni nima uchun pul uchun emas, balki o'rganish uchun ishlash kerakligi haqida gaplashamiz. Biz bilan qoling.